Abror aka, sizni hozir mana shu efirda pastkash, paskuda, maraz odamligingizni aytmoqchiman. Nimagaligini isbotlayman. Sizga o'xshab pustoslov emasman men. Men gapimga javob beraman men. Men o'ylab gapiraman va har bir gapimga javob beraman. Turib dunyodagi eng pastkash ishlarni qiladigan bu kabi manqur odamlarga teng kelish avvalambor nodon odam ishi. Men hech qachon bu odamga teng bo'lmayman. Xudo xolisi bunaqa maqomga tushmaslikka harakat qilaman men. Har qancha mendan ilmi ziyoda zo'r bo'lsa ham, lekin bunaqa pastkashlik qilmayman. Lekin bir masala borda, meni aynan shu narsa meni bu odamdan talab qilishimga sabab bo'ldi. Nima uchun bu? Nima uchun bu? Har doim ommadan chiqib hammani xohlagancha haqorat qiladi, so'kadi, boshqa qiladi-da, lekin biror marta javob bermaydi gapiga. Nimaga u og'zidan bodi kirib, shodi chiqib bu balton pustoslov xohlagan gapini gapiradi, lekin aynan ular olishganlar hammasi aziyat chekadi, sharmanda bo'ladi, bir balo bo'ladi. Bu kecha 25 mingta bo'lsa, podpischiki bugun mana 7-8 ming ko'payib ketdi. Shu Qobilni bitta dona urgan mushtini 21 sekundlik epizodini qo'yib. Bu tulkini tulkisi, buni hamma farosati bor, bir ma'munisi kengroq bir o'ylashga qodir bo'lgan odamlar yaxshi tushunadi. Lekin nima uchun bu javob bermaydi gapiga? Qachongacha bu xohlaganicha hammani haqorat qiladi? Qachongacha? Mayli jinnidir, mayli ahmoqdir, nodondir, tomi ketib qolgandir. Endi bu degani bu asos bo'lishi mumkin emas-ku, chiqib olib har kun efirda xohlaganicha haqorat qilishi. Miraz Ahmedovni sukinsin dedi. O'zbekchasiga qanjuni bolasi degani. Qobil itti bolasi dedi. U itti bolasi degan uchun sen men onamni so'kding, onamni haqorat qilding. Onaga spros bor deb, men urdim deb hamma uni yonyapti. Mayli, Qobil xato qilgandir, so'kib boshqa qilgandir. Nima bu itti bolasi, qanjuni bolasi deb qancha odam haqorat qiladi? Nima unga hech kim borib urmaydi? Nima undan spros qilishmaydi? Nimaga sizlarni haqorat qilib, ochiqdan ochiq sizda yo'q narsalar bilan haqorat qiladigan odamni og'zidan chiqayotgan gapiga sizga shaxsan, siz individualni siz gapirishni talab qilmaysiz. Jinniga teng kelma. Hop bu jinni emas-ku bu. Mayli sal tomi ketgan bo'lsa ham, qachongacha og'ziga kelgan gap gapiradi bu. Nimaga? Ana men tushunolmayman shu narsani. Endi mana bunaqa narsa, meni yahudi, men oxiricha boraman. Men sansiramayman, bunga o'xshab past ketmayman. Abror aka deb gapiraman oxiricha, chunki mendan yosh katta, 4 yosh katta. Qani siz javob bera olarmikinsiz ko'ramiz. Abror aka, siz o'tgan kun efiringizda meni 3-4 marta qayta ta'kidladingiz, yahudiylarning iti dedingiz. Yahudiylarning eshigi o'shalarga ishlaydi dedingiz. Men bu gapingizga indamay ketmayman. Siz bu gapingizga javob berasiz, ommadan javob berasiz. Tushundingizmi? Men yahudiylarga ishlashimni isbot dalillar bilan, asos argumentlar bilan keltirib bermasangiz, men oxiricha boraman. Men qo'ymayman sizni. Siz o'yladingizki, men chakaga ursam bo'ldi, zo'r bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Men chakagimga urdirib qo'ysam ham sizga naboda, menga ham solib qo'ysangiz o'sha pastkashlik, eng niski уровеньni pastupkani menga nisbatan qilsangiz ham, Xudo xohlasa yerga dumalab qolmasam, to'kib qo'ymasangiz meni, men javob qaytara oladigan bo'laman. Men karilayotganim yo'q. Karilayotganim yo'q. Men javob qaytara olaman sizga. Men chiqib olib yig'lamayman keyin efir qilib. O'zimni oqlamayman. Men o'g'il bolaga o'xshab gaplashaman sizga. Lekin siz o'g'il bolani ishini qilmayapsiz. Abror Muxtorali meni ko'p marta o'tgan kuni yahudiylarning iti dedi. Yahudiylarning eshagi dedi, nima dedi, ko'chadan qarzi bor, men oilamga, ayollarimgacha til tekkizdi va bu gapni ahamiyat bering, ahli ilm gapiryapti. O'zbekiston, butun dunyo va juda ko'p sonli odamlar muxlislik qiladigan bir mashhur odam meni yahudiylarning iti deyapti, yahudiylarning eshagi deyapti, o'shalar ishlaydi deyapti. Bu juda katta ayblov. Bu gapingizga javob berasiz. Men sizni oxiricha qo'ymayman javob bermagunizcha. Tushundingizmi Abror aka? Bu birinchisi. Endi kecha efir qildim va efirimga javob so'radim. Bu ham efirimni ko'ryapti, boshqa qilyapti bu odam.
Lekin qarang, naqadar bu pastkash, naqadar nodon odamligini bugun yana isbotladi. Hozir yana efir qilib, yana efirda meni yomonlayapti. Mayli ko'chada qarzi bormi, yo'qmi yoki bunga qarzmi, nima u narsani men balki noto'g'ri aytgandirman, men uni uzr so'rayman. Lekin deyapti, hozir shu efir turibdi, men efirga qo'yib qo'yaman shu videoni ham. Lekin bu Pozilxo'jani sionistlar, yahudiylarning eshagi itiligiga men javob beraman. Qani chiq deyapti. Erkakmisan, erkakcha gaplashamiz deb efirda gapiryapti. Hozir o'sha SMS shu videoni qo'yaman. 3 kundan beri telefon qilyapman. 316 nomer bor, keyin 547 midi, 16. Ikkala nomerga telefon qilyapman 3 kundan beri ko'tarayotgani yo'q. Guvohlarim ham bor yonimda turibdi o'shalar. Guvoh bo'lsin, ertaga men ham sharmanda qilmasin, bu tuhmat qilmasin menga bu pastkash deb. 3 kundan beri telefonimni ko'tarmayapti shu odam, muttaham. Hozir chiqib efirda hozir 15 minut oldin chiq duxing bormi deb yana mamlaqa pastkashlik qilyapti. Qanchalar yolg'onsiz, oka, qaysi vijdon bilan shuncha ilmingiz bor, oka? Shuncha ilmingiz bor, har gapingizni bittasida hazratni pesh qilasiz. Qayoqda endi qo'ying, oka, umringizda bir marta o'g'il bola bo'ling, erkak bo'ling, qaysi vijdon bilan shuncha tuhmat qilyapsiz menga? Uyalmaysizmi hozir gapiringizga? Chiqmush. 3 kundan beri telefoningizni ko'tarmayapsiz-ku. Shunchalik ham yolg'onchi bo'lasizmi? Shunchalik ham muttaham yolg'onchi bo'lasizmi? Men oldin kimlardir bu mashinni bu yolg'onchi, tulki deb ko'p gaplar gapirishardi. Men baribir ahli ilm odam, ilmi kuchli odam, mayli o'zini bir qanaqadir yo'nalishi bordir, qo'polroq gapirar, boshqadir, lekin bunchalik past ketmasa kerak degan bir fikr dedim. Yo, men o'zim guvoh bo'lman qilayotgan ishlardan. Qani isbotlab bering, oka. Telefoningizni ko'taring, nimaga menga tuhmat qilyapsiz? Chiq deb yana meni pastkashlik qilyapsiz, ustalik qilyapsiz, turkilik. Qayerga chiqaman 3 kundan beri telefoningizni ko'taring. Bugun ham 20 marta telefon qildim. Ikkala nomeringizni hozir oxiri bilmayman, dodengiz oldimi, amakingiz oldimi, adengiz oldimi, jinnini yoqib olib bir bola oladi deyapti amak. Sal erkak bo'ling, oka, o'g'il bola bo'ling, bunchalik pastkash bo'lmang. Azizlar, men hammalar guvohligida aytayapman. Iltimos, meni ma'lumot qilmanglar bunga tengim. Men shunchaki pukinsin, ozikkan gaplarni haqorat qilishga men indamay turmayman, men so'rab olaman. Gapirdingmi, javob ber gapingga. Bo'ldi. Ablor Muxtor Ali og'zidan chiqqan xohlagan gapni gapirishiga endi yo'l qo'yilmaydi bundan buyoqqa. Men talab qilaman oxircha. Davay ko'rishing men bilan, o'g'il bola bo'lingda, erkakga o'xshayingda ko'rishing men bilan. Ko'taring telefonimni. Qilmang bunaqa ko'tlarni o'yinini, oka? Mashincha g'urur bo'lsa bori 1 gram. Ko'taringni, gaplashing, ko'rishinglik bo'ldi, oydinlashtiringlar. Isbotlab bering, ommaga isbotlab berasiz. Men yahudiylik ishlayotgan isbotlab bermasangiz, sizni munofiqligingizni men isbotlab beraman. Sizni munofiq, yolg'onchi, tuhmatchi odamligingizni, xiyonatkor odamligingizni men isbotlayman. Chunki o'sha xiyonat qilib bo'ldingiz, odamlarni aldab bo'ldingiz. Paskuda.